Assalomu alaykum hammaga. Yaqinlashib kelayotgan Qurbon hayiti hammamizga muborak bo'lsin. Mana Ismoil akamiz Qurbon hayitiga shuncha qo'y boqib qo'ygan ekanlar. Jivoy ves 60 kilodan 100 kilogacha bor. O'zimizda Jaydari qo'ylar ham bor, Qozog'istonda qo'y bor. Ancha vaqtdan beri boqiladi mana Qurbon hayitiga. Hammasi xushxorlar. Qurbonlik qilishga zo'r qo'ylar. Jivoy ves 70 ming so'mdan taroziga qo'yib beriladi. Xohlasanglar mana shu o'ziga ham beradi, qushxonasi bor. Agar onlayn saklab berib qo'ysanglar, o'sha qurbonlik sizlar aytgan kungacha ham boqib qarab turiladi. Joylaringga borib ham suv beriladi. Bu отдельный договор. Shu joyda o'ziga qushxonasi ham bor. Xohlasanglar shu yerda o'ziga suv beraveramiz. Hozir 2-3 yosh katta qo'ylar emaslar, qo'zi qo'ylar. Ikkita qo'y bor begil. Qo'y ko'p, soni ko'p. Manzilimiz Nazarbek dahasi. Mashina nomerlariga, egalari nomeriga telefon qilaverasizlar, qo'y kerak bo'lsa. Xo'singlar. Manlarga boqqanlik kim ko'rgan? O'rtasiga balon qo'yib qo'ygan. Nima uchun balon turibdi? Kim biladi shuni? Kommentariyga yozib qoldiring shuni. Nima uchun balon qo'ygan? Qarang.